Siz patkulich kvartira so'radingiz-ku. Endi sizga patkulich kvartira qarang. Kvadrat metrini oldindan aytaymi sizga. 116 kvadrat. Hovli joy desak ham bo'ladi. Почти. 116 kvadrat 5 xona. Evida podizdan girishimiz qarang. Jo'rimizga bir qo'shib joylashtirganlar. Evida TV zonasi bo'lib turibdi. Evida yumshoq mebellarni qo'yib, ajoyib etib o'tirsangiz bo'ladi. Evida konditsioner ham bor, lyustralar asolingan. Ham yerimiz polni remontdan chiqib turibdi, döşeklar ham döşelgan. Qarang. Evimizda shunday girasiz, evimizda umanlik. Umanlikimizni ham ikki chetini buralarni qo'yib, ajoyib etib qo'yibdilar. Do'rimizda zal, qarang, zalga qarang. Ajoyib zal. Kattagina, kengina zal. Kvartiramiz 3-etajda. Ya'ni kengina zalimiz bor yani. TV zonasi ajoyib etib remontdan chiqarganlar. Uylarimiz ham eshiklarni ham yaxshisidan qo'yganlar. Yonimizda hojatxonasi отдельный. Ya'ni katta unitazdan qo'yganlar, katta odamlar uchun. Yonimiz kuxni, ayollarimizning sevimli xonasi. Bu yerda kir mashina joylashgan. Bu yon taraflari o'sha posudalaringizni qo'yish uchun ajoyib deb tuzganlar. Siz uchun hamma narsasi. Kotyoli shura joylashtirilgan. Duxpontenlik, gaz sochishga ham shura ekan. Bu yon tarafimizda esa xolodilnik. Ne deydi bu xolodilnik? 4 eshikli xolodilnik. Bu albatta siz uchun. Endi bu yon tarafimiz umanligi gaz plitasi. Vitishlar ham shu yerda joylashgan. Bu yerimiz shunday o'tiradigan uyda ustal ko'rsam bir narsalarni qilsangiz, shunda o'tirsangiz bo'ladi. Jaluzilarni qo'yib qo'yibdilar, ajoyib. Yorug'. Bu oynamiz esa yangi girgan zalimizning oynasi. Endi bu yerdan o'tadigan bo'lsak, bu yerimizda Ispaniyalar boshlanadi. Aytgancha, bu tarafimizda yana bir zalimiz bor. Ya'ni ko'rdingizmi? Bu zonasini ham yerini ajoyib pardalar bilan birga chiroyli qilib qo'yibdilar. Lyustralar qo'yilgan, gilamlar chiroylisidan döşelgan. Bu yerimizdan chiqsak, yanımızda spalni, yana bir spalnis. Ne deydi? Spalni ham oboy emas, malyarga qilingan. Ajoyib etib. Lyustralar qilingan, ham yerimiz döşelgan. Bu tarafimizda jaluzi pardalar qistirganlar. Atapli narsani o'zi bir tema bo'lib turibdi. Yanımızda yana bir spalni. Ko'rdingizmi? 2 dona spalnisi bor, 2 dona zali bor. Xolasiz bir zalni kattalan spalnis qilasiz, 2 dona deski spalni qilib qo'yasiz. Bir dona zal. Bu tochka Aristonniki bo'lsa kerak. Bu yanimizda sanuzel bor. Endi bu yerimizda aytganimdek kvadrat metri 116, 3-etajda, manzil Taj Mahal yonida. Pulini keladigan bo'lsak, puli $57,000. Kelishimda yer bor, albatta. Bu kvartira sizga qiziq bo'lsa, описаниеda kommentariyada telefon nomerlari telefon qiling, bizlarga aloqa qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha